Assalomu alaykum hammaga. Biz Shovot tumani Qiyot qishlog'idamiz. Bu yerda bizda maaşlar deb aytadilar, yana past yo'lam dedilar. Bu Temur Malik ko'chasi 14-uydamiz. Bu uyimizda gazdan отопление etib berdik. Shundan cho'yin batareyalarini qo'yib, kranштейni ildirib berganmiz. Orqalarini devoldan ochib, Amerikankalarni qo'yib berganmiz. Bu yerda ketgan mayda-chuyda vajlarni hammasini o'zlaringiz bilan olib keldik. Turbalar o'zimda bor edi, batareyalar ham asosan beri biza katyolakka qo'yib berganmiz. 1 yil garantiyasi bilan. Xudo xolasa toza chiqqan Aqti degan katyolimizdan. Boshda yeganimizda uy egasi shu gazdan 1,5 million расход etib turibman dedi. Shuning uchun katyolni almashtirib, undan toza chiqqan katyoldan qo'ydik. Belarimiz e'tibor bermizlar, remont ishlariga tutdi. Xudo xolasa chiroyli deb remontlarni chiqaradilar. Hammalarimiz shunday cho'yin batareyalarni qo'yib ishlab berganmiz. Отопленияmiz o'sha 300 litrdan suv olib tutdi. Отопленияmiz o'sha 8,5 tochka bo'ldi. Katyollari, nasoslari, batareyalar qo'yganlarimiz, keyin buzg'anlarimiz. Shularni ham hisoblab o'tdik. Keyin bir odam gap turdi, aytib, "Sizlar buzib o'tirgandan hisoblaysizlarmi?" dedi. Hozir Liboy usta aytgan ishinde polni ko'parib qo'ysan, polni ko'parib qo'ydim dedi. Shepirni ko'parib qo'yishing zampil, suvalni tushirib boshini ursan zampil. Kafelchingiz ham shu hammasi shu pul. Misol uchun отопление buzish ham Liboy narsa ham yarim kun, bir kun vaqt ketadi. Tochkalarni 400 ming so'mdan ishlab berganmiz. Shovot rayonida 400 ming so'mdan ishlaymiz. Shovotdan chiqsak 430-450 ming so'm, uzoq yaqindan qarab. Uni remontdan chiqqan joylar bo'lsa 500 ming so'mdan ishlab beramiz. Keyin shunday deb 76likdan kuxnyamizga ham qo'yib berdik. Kranik bilan qo'yib ilk qo'yaman dedi, qiziq kelsa, shuna kranik qo'yib tashlab berdik. Binozi Shovotda chiqib turgan toza Aqti degan katyolimiz. Videosini ham chiqarganmiz buni, ishlanish jarayonini. Kondensatsionni katyol deb aytiladi bu. Razmeri 50 cm, balandligi ham 84 cm. İçində 21 dana rossiyskiy turbası var. Morumuz 100lik 89lik bo'lib chiqadi. Podachilardan her tarafdan 32lik bilan tartib berganmiz. Orqasına samotyok ishlash uchun kraniklarni qo'yib, nasoslarni ham qo'yib berdik. Hozir samotyok sistemada ishlab turibdi otopleniyamiz. Samotyok sistemada ishlab turibdi. Keyin bu uyimizga ketgan vajlar mesela katyolu usta haqqisi hammasi 8 million 800 ming so'm pul bo'ldi. Katyolu usta haqqisi materiallari. Yağ verganimizda 20 minutlardan bo'ldi. Katyolimiz 50 gradus ko'rsatib turibdi. Batareyalarimiz endi tushib boshladi. Asla tushib keladi yana xudo xolasa. Cho'yin batareyalarimiz bir gradus ko'rsatib turibdi. Iloji boricha shu ko'mir отопление bo'lsin, gaz отопление bo'lsin, suvdan ekonomiya etaman, gazdan, ko'mirdan ekonomiya etaman desangiz, bu batareyalarni qo'ymang. Zamonaviy chiqib turgan alyumin batareya, biometal, panelli batareyalarni qo'ysangiz, gazdan ham, ko'mirdan ham ekonom bo'ladi. Bu batareyalarimiz ham qizishi zo'r, lekin suvni ko'proq oladi. Shuning uchun qizishini ham расходi sal bildiradi. Отопление sistemamizda suvning kam bo'lsa, shunchalik tezroq aylanadi. Hozir bu batareyalarimizni tamborimizda katyoldan bir 15 metr uzoqlikda. Bularimiz ham 36 gradus berib turibdi. Otopleniyamiz aytgandek samotyok sistemada ishlab turibdi. Bu katyoldan oxirgi batareyamiz почти 18 metr uzoqlikda. Bu ham 35 gradus berib turibdi. Asa ko'rib boraverasizlar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bog'lanaverasizlar. Keyingi ishimiz xudo xolasa Shovot tumani Moskva kolxozida Moltopda ko'mir отопление bo'ladi. Bu joyda hamma material o'zlarimizdan bo'ladi. Ko'rib boraverasizlar. Siz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu kanalimizni rivoj uchun layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.